Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana qadam joyda ikki etajda istalgan pechkalarimizni boshlab oldik. Mana aylantirib, karkasini chiqarib urib oldik. Ichi bo'm-bo'sh, ichini bo'lamiz. Kul oladigan kuldoni, kul tushadigan joyi va mo'rini tozalaydigan duxovkasini tagi. Bu karkasni chiqarib olishlik uchun sizlarga birinchi o'chir, temir ko'rsatdim. Mana bu ustiga qo'yadigan plita temirlarni o'lchab, razmerini olib, ashindan mana bunday qo'yganinglarda mana ustiga o'tiradigan bo'lib, razmer olib turib, karkasini chiqarib olasizlar. Sababi mana bu joyda agriopor yig'ish bo'ladi. O'tga chidamli yig'ish. Ammo bu joyda esa tepasida mana bu joy bo'ladi. Qozon qo'yganda tegib qolmaslik kerak. Shu sababdan ustiga qo'yiladigan temirni razmerini chiqarib olib turib, karkasini korpusini chiqarib olasizlar. Mana bu tarafdan kulini olinadi, nari tarafdan mo'risi tozalanadi. Yana davomini ko'rsatib mana boyagi korpusini urib olgandan keyin ichi bo'm-bo'sh edi-yu, ichi bo'sh edi. Mana qilib urib turib, rishotkani razmeri, rishotkani qo'yib, mana yerda ochib qo'ydim, bu yerga agniporni g'ish tushadi. Yig'ilib turibdi agniporni g'ish. Mana yerga hozir katta duxovka tushadi. Katta duxovkani qo'yib ko'rsatdi. Mana yerga kichkina duxovka tushadi. Katta duxovka tushadi. Mana kichkina duxovkani qo'yib qo'ydim. Urvinga qo'yiladi-da, ular hammasi. Bo'ldi, mana yerga bitta eshik qo'yamiz, u yerga bitta kichkina duxovka qo'yamiz. Qo'yib bo'lganimizdan keyin bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana akalar, duxovkalarni ustunlikka qilib, eshiklarni ustunlikka qilib, atrofiga devorlarini urib, ichlariga mana bunday o'tga chidamli agniporni g'ishlaridan urib oldik. Mana bu tarafiga ham, bu tarafiga ham, bu yoqqa ham, bu yoqqa ham. Bu g'ishni bir donasi 150 so'm. Mo'g'ish qo'lanmaydi, o'tga chidaydi. 1700 gradusga chidaydi, sarig'i. Qizili undan ham ko'pga chidaydi, qizili bizda yo'q, Qirg'izistonda yo'q. Bu to'liq sariq agnipor. Mana bu temir rishotkalarni eritadiki, mo'g'ish kuyib ketmaydi, qo'lanib ketmaydi. Mana bu duxovkasi, katta duxovkasi bilan kichkina duxovkasini orasidan ustun pastga tushib ketadi. Va mana maydan tepaga qarab chiqib ketadi. Mana g'ariga tutun chiqib kelayotgan joy, mana bu devorning ichidan bunday tepaga chiqib, mana mayga ketgan. Mana duxovkani tagidan bu tarafga o'tib, mana chiqib kelyapti mana katta duxovkani. Endi ikkinchi tagi ulanib ketadi hozir. Ana akalar, ikkinchi etajda duxovkasini qanday qilib qo'yyapsizlar, qanday qilib ustunovka qilyapsizlar, bir qator ko'rsatinglar deganlarga. Hozir nariga orqa tarafidan yarim g'ish ikki chekasiga g'ish urilib chiqadi. Bu chekasiga ham, u chekasiga. Qanday qilib qo'yyapmiz mana? Nari chekadan yarim g'ish qochirib olib, qalamda chizib olib, mana qalamda chizib, qalamlari ham ko'rib mana. Qalamda chizib olib, qalamlarga mixlarni devorga qoqib, mana shu mixlar orqali mo'ni svarka qilib qo'yib turibmiz. Hozir mana chekiga g'ish uramiz. Mana qilib g'ish uramiz hozir. Ko'rsatib qo'yay. Har bir g'ishni bittaga bu yoqqa mix qoqamiz, bu yoqqa svarka qilamiz temirga. Xuddi shunday qilib kanallariga ham g'ish urganda har bir shofiga temir svarka qilib ketamiz. Sababi mana temir isiganda, qiziganda temir kattayib kichkinayadi. Shunda o'ynab ketmasligi uchun. Mana bu tarafini ham xuddi shunday qilib nima qilamiz. Bu yog'ini qanday svarka qilish deganda, bu yog'ini svarka qilayotganda sizlarga yana bir qator ko'rsatib qo'yaman. Mana qilib, tashqi tarafdan ham hamma g'ish shoflariga svarka qilinib chiqadi. Ichidan bir ko'rsatib qo'yay. Derjak dog'at chiq. Mana hozir derjak bo'shasa, men u tepasida ikkitasi svarka qilaman.
Mana qilib shoflarini kraskalab, termostoki kraskada. Mana temirlarini kraskalab bo'lgandan keyin mana tepasini ham kraskalab qo'ydi. Bu kraska o'tda yonmaydi. Mana 1000 gradusgacha chidaydi. 1000 gradus. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, choy 100 gradusda qaynaydi. Bu kraska yonmaydi. Mana shoflarini qora qilib shoflari qora bo'ldi. Tepasi qora, duxovkalar qora.